Mana bu yerda bitta bor. Shu liderni qo'ymoqchi bo'lsak, buni tagida bo'lib qoladigan bo'lsa, hozircha ko'paytirib qo'yamiz buni. Iloji yo'q buni. Ikkita bo'lsa ham qo'yib qo'yamiz. Buni bunga mana bu lider qo'ysak, buni bu bizga yaxshi emas ekan. Olib tashladik. Kerak emas. Ichkarida pastlar ko'ramiz. Xo'sh, buni ham tikkini qo'yib yuborsak. Demek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta liderimiz. Ama tiklardi. O'rtasini olamiz, bu yerga quyosh nuri tushsin deb tiklarni olib tashlaymiz. Qolgan mevali shoxlar turadi. Bularda shu pastga egilmasligi uchun bitta shoxlarni mana shu yerdan shu qismdan bir yarim qarich, bir qarich kesib qo'yishimiz kerak. Shu yerdagi juda pastga egilgan bitta shoxchalar bo'lsa, gerbesga tegmasligi uchun pastdagi demak yo'g'aylarni kesib tashlaymiz. Mana shu o'tkeli ana qarang. Kesganda nima kesganda uzun kesib yuborgan juda ham qarang. Mana bu yana patlab chiqyapti. Buni sal pastdan kesish kerak. Tagidan kesishimiz kerak borchi. Pattasini ham shu yo'g'aylari bu 29 hayvon tagi. Ham behiga behi ulangan. Bo'lmaydi mana shunaqa. Bo'ldi, ko'p shoxlarga tegishmaymiz bizlar. Hamma shu mayda shoxchilar, mevali shoxlar bular. Qolganlari mana shunaqa ketyapti. Bo'ldi. Ha, bo'ldi bu. Tamam, shu bilan tugadi. Mana bu ham xuddi shunaqa kesilgan. O'rtasi qisqasi ochilish uchun ma'lum vaqt hozir kesib turadi. Bu yerdan kesamiz, bu yer. Kelasi yil bu yerdan, kelasi yil undan keyin bu yerdan va pastdan kesib tashlaymiz. 3 yil 4 yilda buni olib chiqaramiz. Ungacha mana bular shakllanib bo'ladi-da. Hozir buni shakllantirmasdan buni kessangiz ham kuchli o'sib ketadi ham va hosilingiz kamayadi bunda. Hozir mana bir mayda shoxchani qaychini olib shu yerdan kesib qo'ysak, yoki tepadan kesib qo'ysak bo'ladi. Bir 3,5 metr ortda qilamiz. Mana shu bir 280 bo'lsa, 3 ga yaqinda 3,5 metrdan kesib tashlaymiz qolganlarni. Bo'ldi o'sha narsa. Mana bu ham xuddi shunaqa. Bitta lider tanlash kerak. Bu yerda 1, 2 bu yerdan 2 ta. Mana 3. Mana 4 ta liderimiz. 5, 6. Bitta ikkita o'rtadagilar bor-da, bu yerda ko'raman. Ko'pincha. Bu o'sha shakllangan ekan, tayyor ekan. Faqat mana bunaqa raqiblar bana qarang, bunga ketyapti-ku mana bunga. Mana bu raqib, mana bu raqib. Bunisiga boryapti. Demak, buni biz chiqarishimiz kerak. Shunaqa raqiblar chiqarsak, keyin siz liderlarimiz aniq bo'ladi. Mana bu bitta lider bo'layotgan bo'lsa agar, bu yerda mana bu ham bitta bo'lishi mumkin. Bu mana bu bitta lider ketsa, lekin bu buning yoni bo'ladi. Buni o'rniga mana bu lider bo'ladi. Ketdik mana bu. Bitta alohida qo'yamiz bularga. Bularni yo'lajidan qaytaramiz. Ichkariga kirgan tiklarni. Demak, bu buni yon shoxi bo'lyapti. Buni qaytaramiz. Mana liderimiz ketyapti bitta.